Assalamu alaikum everybody. Demek bugün sizler bilen keyingi informal lecture turumuzni görüp çıkamız. Bugünkü lecture turumuz bu invitation bo'ladi ekan. Demek savolimizni görüp çıkadan bo'lsak, informal lecture task 1.2 invitation. Demek bizlere birinchi bo'lib question beradi va keyin task beradi. Yana bir narsa o'rtoqlar, aytib o'tiring, ko'pchilik studentlar question nav, task navligini ajrata olmaydi. Shu narsani men guvoh bo'lganman, shuning uchun sizlarga hozir tushuntirib ketayman question nav, task nav. Questionda birinchi bo'lib sizlarga beriladigan eventimiz question deb aytiladi. Keyin bizdan talab etiladigan narsa kimga xat yozacakligimni aytib beradigan narsamiz bizlarni task deb aytiladi ekan. Demak, birinchi bo'lib questionimizdan ketamiz. You were invited to attend your school's annual award ceremony. You received this letter. Demak, maktabni taqdirlash marosimida qatnashishim uchun meni taklif etganlar va shunday xat oldim men maktab tarafidan. Dear student, we are pleased to invite you to the school's annual awards ceremony. Please confirm your attendance and let us know if you have any dietary restrictions. Demek bir aytadi, qadrli o'quvchimiz, bize dum memnun bo'lar edik seni shu maktabimizni taqdirlash marosimini chaqirishdan va shu bilan birgalikda iltimos, sen kelasanmi, kelmaysanmi, shuni bizlarga aniq etib ayt. Bu yerda confirm degan so'zimiz bor, confirm aniqlashtir degan so'zda. Keyin let us know deb turibdi. Bizlarni agar senda aniq bir dietaga bog'liq cheklovlar bo'ladigan bo'lsa, bizlarga bildir shuni deydi. Endi nechun dieta, maktab haqida gap ketib turib, nechun dieta desangizlar, bu yerda maktabda tashkil bo'ladir va shu tashkilda bizlarning dietamizga alohida berilgan, e'tibor berilgan. Shu uchun bu o'quvchini dietary restrictionlarni so'rab turibdilar. Demak, bizda endi do'stimizga yoziladigan taskni o'qib chiqishim kerak, men taxlad. Write to your friend about the upcoming ceremony, inviting him or her to come with you and let him or her know about what you asked for your dietary. Demak, bu yerda aytadi, do'stimizga kelayotgan taqdirlash marosimini o'z taassurotlarimni aytib o'tishim kerak va shu bilan birgalikda uni men bilan birga bo'lish uchun taklif etishim kerak do'stimni. Keyin o'zimda nichik dietaga oid cheklovlarni so'radim ulardan, do'stim ham shu narsani aytib o'tishim kerak ekan. Endi o'rtoqlar, sizlar bilan hozir ko'radigan narsamiz polni sample answerni ko'rib chiqamiz. Invitation letter uchun bizlarga nichik bog'lovchilar kerak, nichik struktura kerak, shularni birma-bir ko'ramiz va shu bilan birgalikda informal so'z boyligimizni yanada bitonni chiqaramiz. Ko'p informal so'zlarni o'rganib o'rtoqlar. Demek o'rtoqlar, endi sizlar bilan ko'rib chiqadiganimiz yozgan sample answerimizni ko'ramiz. İçinden detallarni olib turib o'rganamiz ekan. Demek başladık. Dear John, greeting kısmı bu. Greeting kısmında her daim dear desek bo'ladi ya bo'lmasa hey deb do'stimizning ismini yozsak bo'ladi ekan. It has been quite some time since we last catch up. Bu degan no. Shu o'rinda shunday bir so'z bor o'rtoqlar. Caught up. Bu nima degan? Yaqinda suhbatlashgan. Yani biz buni sinonim etib bilamiz ekan. Talked recently. Yani yaqinda suhbatlashgan. Ko'p vaqt bo'ladi bizlar yaqinda suhbatlashganimizga. And now I'm absolutely delighted to share some exciting news with you. Keyin o'rtoqlar, shu o'rinda yana bir narsa bor. Har doim sifat bilan ravishni aytganinglar gapning ichida. Masalan, I am delighted deb ketsam bo'lar edi, lekin gapni chiroyliroq aytish uchun, bizning bolimizni yuqoriroq aytishimiz uchun buni oldini orttirma, ya'ni orttirma ravishlarni qo'yishimiz kerak biza. Absolutely, really, definitely degan ravishlarimizni qo'ysak bo'ladi ekan. Demak, biz bu absolutely ni ishlatdik. Bu bizning formulamiz nichik bo'ladi ekan? Ya'ni to be absolutely delighted. Buni ma'nosi nima endi bolalar? Buni ma'nosi teng bo'ladi. Really happy degan ma'noni anglatadi. Va bundan keyin har doim delighted, happy degan sifatlarimizdan keyin bolalar to infinitive ishlatiladi. To share some exciting news. Ya'ni ko'p vaqt bo'ldi bizlarni gaplashganimizda, shu bilan birgalikda hozir men mamnun bo'lar edim sana bir nechta yangiliklarni aytishdan deb bu girish qismimiz bo'ldi bolalar. Ya'ni introduction. Ana endi polni men asosiy qismimizni o'tamiz. Bizda bilsak letterimizda aytib o'tadi, seremoniya haqida o'zlarimizning taassurotlarimizni aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni taassurot haqida ketadi endi gap. I have been invited to our school's prestigious annual awards ceremony next week.
Demak, beda aytib turibdi, endi do'stimga xabar berib turibman. Meni shunday seremoniyaga chaqirdilar deyishim uchun men bitta qiyinroq aytib gapni cho'zib aytishim kerak. Lekin informallik saqlanib qolishi kerak o'rtoqlar. Demak, bizda deyishada shunday bir zo'r so'z chiqdi. Ham informal bu narsamiz, ham darajasi vobshem darajada yuqori. Prestigious. Demak, bolalar, biz informal letterimizda har doim informallikni saqlab qolib, informal so'zlarni foydalanishimiz kerak. Lekin biza bolimizni pasaytirib beradigan oddiy so'zlardan qochishimiz kerak va shu bilan birgalikda yuqori darajada, lekin informallikka bog'liq bo'lgan so'zlardan foydalanishimiz kerak. Masalan, prestigious, very great degan so'zimizni bilamizmi? Dim ajoyib, dim a'lo degan so'zimizni biza prestigious o'rnida kelib bilamiz ekan. Demak, aytadi bu yerda, men taklif etilindim. Keyingi haftada bo'lib o'tadigan maktabimizni taqdirlash marosimini, oliy maktabimizni taqdirlash marosimini taklif qildilar meni dedim. Ana endi izina bolalar, men sizlarga aytib o'tganman, biror bir sabab barjakimizda, biror bir explanation barjakimizda gapni nuqta qo'yib turib, izindan bog'lovchi berish shart emas. Undan ko'ra osongina atamizdan gapni aytib bo'ldik, virgul shunday qo'yamizdan which is deb ketamiz. Qaysi, ya'ni dapadagi gapi full explanation berib biladi. Ya'ni meni shu taklif qilinganlikim men uchun which is particularly meaningful. Dim men uchun alohida muhim. Yana bir formula chiqdi ishida bolalar. O'zi meaningful degan, ahamiyatli degan. Ana endi men polni biz sifatimizni darajasini oshirishim uchun men bu yerga ravish qo'ydim ekan o'rtoqlar. Demak, for me dedim. And as I will be receiving an award for my remarkable academic performance during the year. Demak, bolalar, polni gapimiz cho'zilib ketdi, lekin smooth bo'ldi. Ko'pchilik aytadi, gap cho'zilib ketsa, undan teshkirmaydilar hamda. Lekin teshkiradilar o'rtoqlar. Lekin gaplaringiz sizlarni juda ham smooth va natural bo'lishi kerak. Bu shuni saqlab turibdi. Men aytdim, men shu taklif qilinganligim men uchun vobshem darajada important, ya'ni muhim. Chunki degan ma'noda ishlatdim bolalar. Shu yerga yozib berayman. As teng bo'ladi bizada because teng bo'ladi since. Sizlar ishi ko'rinishda ishlatishlaringiz mumkin. Keyin this is because degan so'zimiz bor. This is because ni ishlatmaganliklaringizlar ma'qul. Nechun degan bo'lsak, bu so'zimiz ko'pincha formalityga tortib ketadi. Bizani shu uch so'zimizni sabab barjakda cho'tka uchsini xohlagan biringizni ishlatib bilasizlar ekan. Demak, bu yerda sabab beraman. Men uchun muhimlar nechun endi? Chunki I will be receiving an award for my remarkable academic performance during the year. Qaranglar bolalar, bu yerda will be degan formulamiz bor. Will be receiving. Men polni yil davomida ko'rsatgan ishlarim uchun, qatnashuvim uchun meni award berajaklar, ya'ni taqdirlajaklar degan ma'noni anglatdim. Necha future continuous ishlatib tursiz-ku, dum boshqacha zamonku uni ishlatish shart emas-ku, dum formal bo'lib ketadi deganlar uchun uni emas. Umuman future continuousni biza ishlatishimiz kerak. Future continuous for academic, for accurate actions. Masalan, bizlar bilsangizlar, shu kelajakda bo'ladigan biror bir hodisaga qatnashacakman, shuni do'stimga aytib beraman degan lektor turlari dim ko'p tushadi. Masalan, ishimga o'xshash, sizlar shunday vaqtda men bir narsaga qatnashacakman dejakda I will attend demanglardan, ya bo'lmasa I will receive demanglardan future continuous ishlatib ketinglar cho'tki bo'ladi. Nechun degan bo'lsak, future continuous har doim bizani kelajakdagi dim aniq bo'lgan ish harakatlarimiz uchun ishlatiladi. Masalan, rejalashtirib ko'pman-ku borishni. Shuning uchun buni aniq atamiz ekan. Men shu bizlar menga nima berjaklar, award berjaklar, shuni qabul qiljakman degan ma'no bo'ldi bu. Keyin within the event it would mean a lot if you could become my shoulder mate coming with me. Demak, bu degan no. Bizlardan boshqa aytib do'stimizni taklif etishimiz kerak edi. Shu talabni men endi yoritib berishim kerak, do'stimni boshqacha yo'lda taklif etishim kerak. To'g'ridan-to'g'ri men seni taklif etaman emas. Biza uni boshqacha bir informalityni saqlab turib taklif etishimiz kerak. Masalan, within the event. Within degan so'zimiz bor bizning o'rtoqlar. Within davomida duringni точный sinonim bo'lib biladi. Polni ishlatib bilasizlar. Ya'ni bu hodisa davomida it would mean a lot. Qaranglar. Would mean a lot degan so'zimiz bor mana. Would mean a lot. Would mean a lot. Will be good.
Ya'ni oddiy etib tushuntiradigan bo'lsam, it would mean a lot degan dum ajoyib ish bo'lar edi deb aytamiz. Doğrudan-doğru it is really great demin, bu yaxshi edi, sen men bilan gelsang demadikdan, it would mean a lot. Menga dum yaxshi ahamiyatga ega bo'lgan bo'lar edi, dum ajoyib bo'lgan bo'lar edi, agarda sen meni shoulder mate'im bo'lsang, ya'ni shoulder mate degan nima u? Yelkadoshim. Men bilan birga kelib, shu tadbir davomida meni yelkadoshim bo'lganingda edi, bu ajoyib bo'lgan bo'lar edi deb men ifdan keyin could-nom ishlatib qo'yibman o'rtoqlar. Keyin bu yerda yana bir shoulder mate degan so'zimiz bor. Sizlar men bilan gelsang demin doğrudan-doğru ko'pincha invitation letterlarda faqat do'stni taklif etish tushadi. Shuning uchun sizlar dim yaxshi bo'lgan bo'lar edi, ishi polni gapimizni shablon etib turib taklif berjakda ishlasangizlar chotki bo'ladi. Shoulder mate deganimiz shoulder mate a person who supports you during some special event or time. O'zi shoulder mate deganimizning o'zini aniq bir konteksti bor. Bu kontekstga ko'ra shunday bir inson kimki har doim seni aniq bir vaziyat ya bo'lmasa aniq bir vaqtda qo'llab-quvvatlaydigan inson bo'ladi ekan. Demak, endi biz sizlar bilan ending qismini o'tamiz o'rtoqlar. Demak, endi keyingi paragrafimiz bu ending qismi, ya'ni oxirgi bizdan aytilgan talaba javob berishimiz kerak bo'ladi. Bizlar aytadi, sen dietary restrictioning bormi, yo'qmi, shuni ta'kidlab o't. Nechun deydigan bo'lsak, bu tashkilda alohida ovqatlarga e'tibor berilgan edi. Shunda biz aytadigan bo'lsak, bu paragrafimizni, ya'ni bizdan ikkinchi talab aytilgan narsani nechik bog'lovchi bilan boshlasak bo'ladi o'rtoqlar. Bizda biri what's more degan so'zimiz chotki bo'ladi. What's more? What's more degan bundan tashqari. Immunonni biz ishlatishimiz mumkin o'rtoqlar. Importantly. Ya'ni alohida aytib aytadigan bo'lsam, buni alohida aytib olib, muhim aytib oladigan bo'lsak, degan ma'noni anglatadi ekan bizda. Ya'ni ikkinchi qo'yilgan talabni shu bog'lovchi bilan boshlasak bo'ladi. Ya bo'lmasa importantly. Keyin, this school asked about my dietary restrictions, so I mentioned that I'm still a vegetarian. Birinchi bo'lib o'rtoqlar, bizlarga talab qo'yildi-ku, shuni do'stimga boshda ozgincha eslatib o'tishim kerak. Doğrudan-doğru men vegetarianman deb aytib ketib bilamiz, nechun desa, boshda bizdan maktab so'radi. Endi shu maktab so'raganligini do'stimizga aytib berishimiz kerak. Do'stim, mendan maktab dietary restrictionlarni so'radi va men imin dedim deb aytishim kerak. Demak, bu aytib qo'ydi, maktab mendan dietary restrictionlarni so'radi. Shuningdek, men ta'kidladim hali ham vegetarian ekanligimni. Qaranglar o'rtoqlar, ibida past simple ishlatib turibsiz, domlalar. Lekin ibonni nechun present simple aytdingiz deganlar bo'lsa, qaranglar, men hali ham degan so'zni ko'p-ko'pman bu yerda. Hali ham degan so'z bor va bu hozirgi zamonda. Ya'ni men ta'kidlaganman o'tgan zamonda, non ta'kidlaganman. Hozir ham vegetarian ekanligimni, ya'ni bir past simple bo'ladi. Ibida men o'zimni vegan ekanligimni aytganimda esa present simple bo'ladi ekan. Keyin o'rtoqlar, hope you can come and celebrate with me. Bu oxirida beriladigan huquq qismi, oldingi darsda ham aytib qo'yibman. Har bir huquqni, har bir lektora tushadigan huquqni o'zgacha aytib o'rgatib qo'yibman o'rtoqlar. Demak, invitation uchun shu huquqimiz tushadi. Boshqa huquqlar umuman bo'lmaydi. Shuning uchun sizlar I hope demanglar, I hope bo'lsa deb yozadigan bo'lsak, formalityga tortib ketadi. Shuning uchun hope'ni o'zini qo'yamiz. Hope you can come and celebrate with me. Birga men bilan kelasan va birga nishonlaymiz buni. Har doim qilib biz ending qismimizda take care and stay safe. O'zingni asra va sog' bo'l. Tom deb yozdik biz. Demak o'rtoqlar, bugun sizlar bilan ko'rib chiqqan letter turimiz invitation bo'ldi. Biz invitation qismida bog'lovchilarni nishab kiramiz, strukturasi nechik bo'ladi, nomlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Shu bilan birgalikda informal so'zlarni o'rgandik. Ana endi bizlarni kuzatishda davom etinglar, keyingi letter turlarimizdan chiqaramiz.